To'la Namangan mashina bozorida Niva'ni mana idealidan ko'rsatib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan, o'rtoqlar, buni rangini ham ko'ringlar. Namanganlik ustalarimiz yorib yuborishibdi. Mana ulargacha ishlaydi. 100% ishlaydimi? 100% ishlaydi deyapti. O'rtoqlar, mana ko'ringlar. Mashinaga anchagina mehrni berib qo'yishibdi. Motor qanaqa edi motori? Injektor motor. Injektor motorida Apketkada motordan chiqdi. O'rtoqlar, mana ko'ringlar, motor, injektor motor. Rasxod qancha? 10 ta. Benzinda? Benzinda o'rtoqlar 10 ta rasxod qilyapti. Mana mashinamiz salon holatlarini ham ko'rsanglar. Birinchi qo'la bu. Ikkinchi qo'l. Ikkinchi qo'la ekan o'rtoqlar. Mana qiziqqanlarga mana ko'ringlar-chi, mashinamiz lekin yuborib yuborishibdi. Xo'p, mana ko'ringlar, hamma yog'i ishlaydi deyapti. Mashina tayyor, oladi, menadi, 1 so'm rasxod yo'q deyapti. Mana qiziqqanlarga narxiga 8,5 ming kami bor deb turishibdi ekan bozorda. Aka, bo'ladigan Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga naqqa nech pul qilib berasizdan, bo'ladigan oxiri $7,500 naq sanaganga berib yuboraman deyapti. Hujjatlarda muammo kamchilik yo'q. Generalniy оформление Afarlar bo'lgan yaxshi. o'tkazib olgani yaxshi, ha? Bo'ldi. Telefon raqam 91lik 343 47 72. Shu nomerlarga do'stlar bexijolat mana Oybek kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga $7,500 naq sanaganga berib yuboramiz deyapti.